Assalomu alaykum hammaga. Bugun Instagramdagi qiziqarli va foydali videolarni ko'rib tahlil qiladigan video rubrikamiz. Instagram profilimni ochib, o'sha ichidan yig'ib qo'ygan videolarimni ko'rib gaplashamiz. Va bugungi safar profilimga kirdim. Yig'ib qo'yganlarim ichidan kelinglar. Deep Wisdom degan bo'lim bor. Chuqur bilim, ilm. O'shaning ichidan kirib ko'rib chiqamiz. Videolar ko'p ekan. 5-6 tasini ko'rib chiqamiz. Bu ichidagi gaplar asosan chuqur o'ylantirib qo'yadigan gaplar bo'lishi kerak. Yig'ib qo'yganlarim. O'shani ko'rib chiqamiz, tarjima qilamiz, lekin men o'zimni kommentariyam bermayman. Sizlarni fikringlarni shu kommentariyada yozib, nimani tushunganinglarni gapirib bersanglar bo'ladi. Balki qisqacha o'zim nima tushunganimni aytib berarman. In German dotda nemis tilida. In German, they don't say spend your time wisely. Nemis tilida vaqtingni yaxshi ilm bilan, xullas yaxshi foydali o'tkazgin deyishmaydi. They say if you spend your time chasing butterfly. Agar ular o'rniga ular boshqacha deydi. Agar vaqtingni kapaliklarni quvish bilan o'tkazsang, They fly away. kapaliklarni quvish bilan o'tkazsang, ular uchib ketadi. But if you spend your time creating a beautiful garden, the butterflies will come to you. Lekin uni o'rniga o'sha kapaliklarni quvlash o'rniga sen chiroyli bog' qurish bilan vaqtingni o'tkazsang, chiroyli bog'ni qurishga sarflasang, kapaliklar seni bog'ingga kelib o'zi qo'nadi. And if they don't, you still have a beautiful garden. Va agar kapaliklar kelmagan taqdirda ham senda chiroyli bog'ing qoladi, chiroyli bog'ing bo'ladi. You say you love the rain, but you open your umbrella. Sen shu yomg'irni yaxshi ko'raman deysan, lekin yomg'ir yog'ganda zontikka yoqib qo'yasan, zontikka ushlab yomg'irdan qochasan. You say you love the sun, but you find a shadow spot. Quyoshni yaxshi ko'raman deysan, quyoshni yaxshi ko'raman derding, lekin har doim soyaga o'tib olasan. You say you love the wind, but you close your windows. Shamolni yaxshi ko'raman derding, shamolni yaxshi ko'raman deysan, lekin oynangni yopib qo'yasan shamol bo'lganda. This is why I'm afraid. You say you love me too. Shuning uchun har doim qo'rqaman dotda, sen meni yaxshi ko'raman You derding. have to take things the way they come. So fall 7 times and stand up 8 times. Because the truth is, if you can't live longer, live deeper. Ko'p narsa aytdi va haqiqiy anaqa ma'no shundanki, agar uzoq yashay olmasang, hayotingni chuqurroq yashagin. And when you really think about it, you shouldn't take life too seriously. Va agar yaxshilab kuchli o'ylaydigan bo'lib qarasang, kuchli o'ylasang dotda, hayotni ja unchalik jiddiy olishing shart emas dotda. Because no one gets out of it alive anyway. Chunki baribir hech kim bu hayotdan o'sha o'lmasdan qolmaydi demoqchi, abadiy qolmaydi demoqchi. The journey is the destination. Yo'l, hayotimizdagi yo'l bu yetib borish. And the one who walks it should do so with open eyes Va kim o'sha yo'ldan ketayotgan bo'lsa, har doim ko'zini ochib yurish kerak dotda. and a wide heart. Va yuragini katta ochib o'sha yo'ldan ketish kerak dotda. Qachon sahnaga chiqib qo'yganimni ham o'zim eslolmayman, lekin gaplarini eshitganlar ko'pchilik bir narsani aytadi, lekin u narsani rostdan ichidan aytmayotgan bo'ladi. Qisqa gaplari o'zi juda kuchli, yomg'irlar ko'pchilik. Yomg'ir yaxshi ko'raman deydi, lekin zontikni yoqib olasan. Quyoshni yaxshi ko'raman deysan, lekin soyaga o'tib olasan. Shamolni yaxshi ko'raman deysan, lekin oynangni yopib olasan. Agar o'sha kapaliklarni quvlash o'rniga o'zing bog' qursang, kapaliklar seni bog'ingga kelib qoladi. Shu kapaliklar kelmagan taqdirda ham senda chiroyli bog' bo'ladi. Va boshqa gaplari juda kuchli. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Men ko'p gapirib o'tirmayman. Meni ham o'ylantirib qo'ydi. Rostdan juda kuchli, ma'noli gaplar bo'limi bu. Keyingi videoni ko'ramiz. Think about it. O'ylab ko'r dotda. Everything seems so important to you until you are sick. Hamma narsa senga juda muhimdek tuyuladi, kasal bo'lib qolmaguningcha. Then you realize there was only one thing that was important.
kasal bo'lib qolganingdan keyin tushunib yetasanki, faqat bitta narsa eng muhim narsa bo'lgan ekan. Your health, sani sog'lig'ing debdi. Juda kuchli gap. O'ylab ko'r. Kasal bo'lishingdan oldin hayotingda juda ko'p narsani muhim deb hisoblaysan debdi. Kasal bo'lib yotib qolganingdan keyin xayolingga faqat bitta narsa, sog'lig'ing va o'sha narsa muhimligini tushunib yetasan debdi. Buni hammamiz ham bilamiz. Kasal bo'lib qolganingizdan keyin hech nima ko'zingizga, yeyotgan ovqatingiz ham, mashinangiz ham, uyingiz ham sog'ayib ketay deb bor bo'lishingizni berishga ham tayyor bo'lib qolasiz. Yotib qolsangiz, boshqa narsa bo'lib qolsangiz, sog'ayib ketay deb hech nima ko'rinmaydi u. Nima deydi, oilangiz ham ko'rinmaydi kerak bo'lsa shu faqat shu sog'ayib ketay deb hamma narsani almashtirishga tayyor bo'lasiz. O'shaning uchun sog'liq qanchalik muhimligini aytmoqchi bo'lyapti. O'ylab ko'r. Kasal bo'lishingdan oldin ko'p hayotingda ko'p narsa muhimdek tuyuladi, lekin kasal bo'lganingdan keyin haqiqiy muhim narsa nimaligini tushunib yetasan, san sog'lig'ing deb. Keyingi videos. Hop, tepalikdan yuzlab golf shariklarini tashlab yuryapti. O'sha bitta quduqqa, o'sha teshigiga, golf teshigiga tushishi uchun tepadan 100 dan ko'p, nechta 500-600 ta sharik kaptolini tashlab yuryapti va videoga yozib qo'ygan a clear example of why dreams don't come true. Maqsadlar, orzular haqiqatga aylanmasligiga juda yaqqol misol deb yozib qo'ygan. Shu tepadan shariklarni tashlab yubordi. O'sha hayotingdagi orzularing hech qanaqa maqsadsiz, hech qanaqa e'tibor bermasdan, bitta narsaga e'tibor bermasdan harakat qilaversang, xuddi shunaqa bo'ladi deyapti videodagi. Shu yuzlab shariklarni tashlagan, hech qaysisi bitta ham quduqqa tushmagan ekan o'sha eksperimentda, hech qaysisi. Tasavvur qiling, 1000 taga yaqin sharik tashlayapti, bitta quduqqa bittasi ham tushmasa. 1000 ta harakatdan bittasi ham quduqqa tushmasa. Va lekin while one accurate shot of the golf player, lekin bitta hisoblangan, chiroyli o'ylangan udar deyapti, o'sha bitta koptoni udari. E'tibor bilan, o'sha maqsad bilan qo'yilgan, fokus bilan qilingan bitta udar. Harakat o'sha golfni teshigiga tushyapti. Shu kuchli gap. Bilmadim sizlar qanaqa, shuncha koptoni tashlab yuryapti. Maqsadi prosta tashlab yubordi, o'sha yo'nalishda tashlab o'sha maqsadiga bo'lgan yo'nalishda 1000 harakat qilib ko'ryapti. U bilmaydi, u kerakmi, kerak emas, har xil yo'l. Bittasi ham tushmagan o'sha kopton, lekin bitta golf urgan inson, o'sha professional, necha yil tayinlangan, 3 yil, 4 yil balki tayinlangandir. O'sha urishlarni o'rgangan, hamma narsani o'rgangan, bitta hisob-kitob bilan, sovuqqonlik bilan hisob-kitob, o'sha tajriba bilan hamma narsa bilan bitta urgani, bitta urgan harakati o'sha golfni maqsadiga borib tushyapti. Ko'p gapirmayman, o'zingizlar nima deb o'ylaysizlar, nima deb tushundinglar. Yana bitta shunga o'xshab gap bor edi. Bittasi aytgan, Luke Belmer adashmasam, men pulemyotda o'tiradigan avtomatchi, o'sha pulemyotchi bo'lmoqchi emasman. Pulemyotni nima qiladi deyapti? Oladida 500 ta o'qqa aniq qiladi, tiralatib tashlaydi deyapti o'sha qattigiga otish uchun. O'shandan 500 ta o'qdan bittasi ham tegmasligi mumkin. Yoki bittasi tegishi, ikkitasi tegishi mumkin. Men undan ko'ra snayper bo'lgim kelardi dedi. Men snayper bo'lishni tanlagaman dedi. O'tirib, o'rganib, sovuqqonlik bilan hisob-kitob qilib, shamollik hisobini, uni hisobini, o'qqa og'irligi, hamma narsani hisobini olib, bitta o'q bilan o'ldirishni, meni yo'nalishim, meni stilim shunaqa deydi. Shu 500 ta o'qqa shunday tiralatib otib tashlagandan ko'ra bitta o'qqa hisoblab otganim, meni yo'nalishim o'sha to'g'ri deb aytgandi. Buni boshqacha varianti, boshqacha eksperimentlar bilan ko'rsatgan. Keyingi videoni ko'ramiz. If I'm running on a treadmill and I get to mile 9 and I get complete cramp in one of my legs. Agar men o'sha begovoy dorochkada yuguradigan moslamada 9 kilometr yugurayotgan, 9 maylda 9 kilometr yugurayotganimda oyoqlarim отказ beraversa, oyoqlarim qotib qolib, sudragi bo'lib qolsa ham dotdi. And I know I've told myself I'm going to run 10 kilometers today. O'sha payt o'zimga bugun 10 kilometr, hozir 10 kilometr yuguraman deb va'da bergan bo'lsam, va o'sha 9-kilometrda oyoqlarim osilib qolib to'xtab qolgan bo'lsa, He goes, I will have to limp the last mile even if no one's watching.
oxirgi kilometrni emelab bo'lsa ham tugatishim kerak deyapti. Hech kim meni ko'rmayotgan bo'lsa ham, hech kim oldimda bo'lmasa ham o'zimga bergan va'damni bugun bajarib tugatib qo'yishim kerak deyapti. Because I can't let the demons in, and if I let the demons in, they'll O'sha ichki demonlarim deyapti, ichki shaytonlarim, endi boshqacha so'z bilan ishlatsak, ichki kurashdagi yomon tarafimni chiqishini, o'sha yutishiga yo'l qo'ymasligim kerak deyapti. show up in the 11th round of a championship fight. Bilaman deyapti, agar hozir yo'l qo'ysam deyapti, o'sha qanaqadir musobaqada qatnashganimda, o'sha yugurishim kerak bo'lgan o'sha paytda When there's 50,000 people watching 50 mingta odam meni ko'rayotgan, o'sha musobaqaga tayyorlanayotgan, o'sha musobaqaga chiqqan paytim, me in the audience, and I know deep in my self-story that o'sha payt deyapti, miyamda o'sha narsa eslab qolgan. I'm the type of person that quits them. O'sha payt miyam eslab qoladi deyapti. Men o'sha odamman. 10 kilometr o'ziga va'da berib 9-kilometrda to'xtagan. Har doim yutqizib, har doim o'sha oxirigacha yetkazib bormaydigan insonligimni miyam eslab qolgan. O'sha narsa ichki yomon tomonimni eslab qolib, o'sha narsani eng muhim bo'lgan kunda o'shani chiqaradi deyapti. Sababi men necha marta undan oldin yutqizgan, necha marta va'dam bermaganman deyapti. When things get hard, because I got off that treadmill at mile 9 when no one was watching. Hech kim ko'rmayotganda ham o'sha o'zimga bergan va'dalarni o'sha qiyin bo'lgan paytda har doim to'xtaganimni eslab qolib, muhim kunda ham, muhim joyda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. It would modify my self-story. The commitments we keep to ourselves and what we do when no one's watching is the most persuasive evidence that governs everything we then do every day. O'sha hech kim ko'rmayotgan paytda qilayotgan harakatlarimiz, natijalarimiz eng muhim narsalar hisoblanadi. O'sha paytda bizning haqiqiy ongimiz, haqiqiy kuchimiz shakllanadi. Day thereafter. If I Har kuni kundan kunga o'sha narsa kuchayib boradi. Kuchli gap bu, shunga o'xshash gaplarni ham juda ko'p aytaman. O'zingizga bergan va'dani bir marta qilmasangiz, ikki marta qilmasangiz, o'zingizga bo'lgan ishonch tushib ketaveradi va kichkina qadamdan boshlamaganingizda o'sha katta maqsadlarni ham qila olmaysiz. Ko'pchilik o'sha katta maqsadga harakat qiladi har doim. Kattaroq zakaz bo'lsa qilaman, kattaroq ish bo'lsa qilaman, kattaroq yo'q, birinchi kichkinalardan qilib borsangiz, shu kattani ham qila olasiz. Agar kattani qilganingizda qila olmasligingiz mumkin. Sababi kichkina narsani qilmagan odam, unga odatlanmagan odam miya ham sirazu отказ beradi. Sirazu har doim oddiy narsani qila olmagansan, hozir qilib nima qilasan? O'z ko'p gapirmoqchi emas edim, men o'zingizlar nima tushundinglar, o'shani ham aytib o'tarsizlar. Sizlar qanaqa ma'no oldinglar? Keyingi videoni ko'ramiz. The billionaire in the private jet who misses home. Milliarder, shaxsiy samolyotdagi milliarder o'zini uyini sog'inadi deyapti. The millionaire flying first class dreaming of being the billionaire. Birinchi klassda uchayotgan millioner milliarder bo'lish haqida orzu qilyapti deyapti. The businessman driving a fancy car wishing he was a millionaire. Zo'r mashinada yurayotgan biznesmen va millioner bo'lishini orzu qilib o'ylab yuribdi deyapti. The employee in cheap old car who wants to be the millionaire in fancy car. Oddiy eski mashinadagi ishchi, ishlaydigan inson o'sha zo'r mashinada yuradigan millioner bo'lishini orzu qiladi, xohlayapti deyapti, xohlaydi deyapti. The unemployed cyclist who wants a job in the cheap old car. Ishi yo'q velosipedchi o'zini o'sha ishi bo'lishini xohlaydi va eski bo'lsa ham mashinasi bo'lishini xohlab orzu qiladi deyapti. The pedestrian who wishes he had a bike so he didn't have to walk all the time. Peshkom yuradigan, piyoda yuradigan inson velosipedim bo'lsa edi deb orzu qiladi. So har doim ham o'sha oyoqda yurib charchaganda oyoqda yurmasdim, veligim bo'lsa velida yurardim deb orzu qiladi, xohlaydi. The paralyzed man in the wheelchair who would give everything to walk again. O'sha oyog'i yurmaydigan, kalaskada yuradigan inson hamma narsasini o'sha qaniydi shu piyodachi bo'lib qolsam, har doim piyoda yurardim deb orzu qiladi, xohlaydi. All while the
terminally ill's only wish is to live a little longer. Umuman kasal inson o'sha yaqinda o'ladigan inson ma'nosida kelyapti menimcha. Bittagina orzusi qaniydi sal ko'proq yasha olganin deydi. You will never stop wanting more. Hech qachon ko'proq narsani xohlashdan to'ymaysan debdi. Har doim ko'proq xohlaysan. Until you learn to be happy having things instead of getting them. Hech qachon ko'proqdan xohlash to'ymaysan, qachonki o'sha bor narsangga shukr qilib, xursand bo'lib yashashni o'rganmasang debdi. Unga erishishdan ko'ra o'sha bor narsang bilan ham shukr qilib yaxshi yashashni o'rganmaguningcha shu ko'proq narsani xohlab to'xtamaysan debdi. Kuchli gap, zo'r gap, tushungan bo'lsanglar, o'sha milliarder uyini sog'inib va pullardan kechib uyim bo'lsa deydi. Millioner milliarder bo'lishni xohlaydi. Biznesmen millioner bo'lishni xohlaydi. Oddiy ishchi biznesmen bo'lishni xohlaydi. Mashinasi oddiy ishsiz inson ishim bo'lsa edi deb xohlaydi. Misol veligi bor, oddiy peshkom yuradigan inson veligim bo'lsa edi deb orzu qiladi. Umuman yura olmaydigan inson qaniydi yura olsa edim deb o'sha bir-biriga pastga qarab shukr qilsa bo'ladigan narsa deb ko'rib, mashinangiz bo'lmasa ham zato oyog'im bor, sog'lomman deb yoki mashinangiz bo'lsa, zato boshqalarda o'sha mashina ham yo'q, eski bo'lsa ham mashinam bor deb shukr qilib shunaqa darajasini tushuntirib ko'rsatib beryapti. Zo'r videolarda ham zo'r video misollar bilan ko'rsatgan, agar tushungan bo'lsanglar. Kelin yana bitta videoni ko'ramiz, shu bilan tugatamiz. Being a winner is a curse. Har doim yutish, har doim yutuvchi inson bo'lish kasallik deyapti. Kasallik qanaqa curse, xuddi la'natni yaxshiroq ma'nosida. Doesn't matter how much you've won before. Negaligini aytaman deyapti. Farqi oldin qancha marta yutgan bo'lsang ham deyapti. You're not a winner until you win again. Qancha marta oldin yutgan bo'lsang ham, sen va o'zingni zo'ri yutdim deb hisoblamaysan, yana qayta yutmaguningcha, yana yutuqlarga erishmaguncha o'zingni yutganman deb hisoblamaysan, to'ymaysan deb. Va bu o'sha eng katta kasallik, eng katta curse, la'nat, yaxshi ma'noda aytayapti, lekin unaqa yomon narsa emas. O'sha o'zini katta maqsad qo'ygan inson bitta maqsadga erishgandan keyingisi erishmaguncha o'zida tinch qo'ymaydi, o'shandan mazza qiladi. Keyingi qiyinchiliklarni pog'onadan chiqquncha ketaveradi, tinmaydi. O'sha umrining oxirigacha yangi pog'onaga chiqishga harakat qiladi. Video shu haqida edi. Nima deb o'ylaysizlar? Ko'p gapirmadim. Fikrlarimni qo'shishga harakat qilmadim. O'zingizlar qaysi videoda qanaqa chuqur ma'no oldinglar? O'shani kommentariyada yozsanglar xursand bo'lardim. Hammasini o'qib, sizlardan ham balki nimadir o'rganaman. Kattakon rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr salom bo'ling.